Fatma Nigora ekan. Biz keluvdik. Tabriklayman, qizli bo'ldingiz. Ura, singli bo'ldik. Ana endi sinini olib chiqamiz a uyda. Tayyorgarchilik ko'ramiz. Ketdik. Ha, qo'shni. Bormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'rimi, tulkimi? Yani bu nima degani? Alhamdulillah qizli bo'ldim. 3-qizim tug'ildi. Ye, uchinchisi ham qiz bo'ldim, qo'shni. Ha, bu ertaga to'y o'tkazishingizni o'ylamaysizmi? Men polvonlarni qarang o'ynashini. Mana buni olib qo'ying so'ychi, meniki tavarruk. Erkakdan erkak tug'iladi, o'zingiz bir qaratib oling, ichsiz qizga to'lib ketibdi, qo'shni. Nima? Qiz bu o'g'il bo'lishi bu Allohning ishi. Bu meni qo'limda emas. Bu meni jannatga yetaklovchi farishtalarim. Menga bu sadaqangiz kerak emas. Tupurdim pulingizga. Bitta narsani biling. Agar yaxshi inson bo'lsam, tobutim yerda qolmaydi. Farishtalarimning oldida hech qachon bu gapingizni gapirmang. Ketdik qizim. Ha, qizim. Bizlarni kechiring. Men kechirim so'raysan qizim? Biz o'g'il bola bo'lib tug'ilmaganimizga kechiring. Sizlar meni jannatga yetaklovchimizlar nima yig'laysan qizim? Ko'zingni yoshilar. Yaxshi inson bo'lsam, hech qachon tobutim ko'chada qolmaydi. Sizlardek qizim bormi? Har doim faxrlanaman. Jannatdan qo'la. Jannat yetaklovchimsiz. Ketdik.